Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz yukarıda Allah subhanahu ta'ala'nın fazl ihsanı inayet edilen Tefsir-ül Müyesser'ın üzdün eee, Hud suresi 98. ayetke to'xtab qolib ekanmiz. Yo'q, 89. oyat, uzr dilerim. 89. oyatga to'xtab qolib ekanmiz. Shu yerni o'zini darsimizni davomlashtirishimiz edi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ya kavmi la yecrimennekum şikâkî en yusibekum mislu ma asâbe kavme Nuh. مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم يا رهطي أعض عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kıskısı Uygurca tercümesi. Ey kavmim, sizlerning manga qarshi turganliginglar sizlarni Nuhning qavmi yoki Hudning qavmi va yoki Solihning qavmi duchor bo'lgan azobga duchor qilmasin. Lut qavmining diyori sizlarning joyinglardan yiroq emas. Parvardigoringlardan mag'firat tilab qilinglar. Ondan uningga tavba qilinglar. Mening Parvardigorim tavba qilg'uvchilarga haqiqatan marhamatlikdir. Ularni do'st tutquchidir.
Ular, ey Şuayb, biz senin aytganlaryňyň nurgyny düşenmeýmiz. Biz elbet seni aramızda kuşsuz adam dep garaýmyz. Senin kavmi karindaşlaryň bolmaganda idi. Biz seni çokum taş kesek kılıp öldüretdik. Sen bizge ätwalyk emessen dedi. Şuayb etdi. Ey kavmim, meniň kavmi karindaşlarym sizlerge Allah'tynmy ätwarlykmy? Sizler Allah'ny arkaňlarga çöwretdiňlar. Yani Allah'a itaat kılmadınlar ve Allah'ını ulug'madinglar. Parvardigarim sizlarning qilmishinglardan albatta to'liq xabardardir. Ey qavmim, sizlar o'z yo'linglar bo'yicha harakat qilinglar. Menmu albatta o'z yo'lim bo'yicha harakat qilay. Uzoq qolmay kimning rasvo qiluvchi azobga duchor bo'lganligini va kimning yolg'onchi ekanligini bilsizlar. İşinlarning oqibatini kutinglar. Shubhisizki, men sizlar bilan birga kutaman. Bizning ularni halok qilish farmonimiz tushgan chaqda shu aybni va uning bilan birga iymon etganlarni marhamat qilib qutuldirdik. O'zlariga zulm qilganlarga qattiq ovozdan paydo bo'lgan zilzila yuzlandi. Ular o'z uylarida o'ltirgan peti ketib qoldi. Goya ular uylarida o'ltirmagandek, yani yaşamagandek bulup kaldı. Medyen ahalisi xuddi Samud kavmi halak bolgandek halak bolsun. Biz Musa'nı hakikaten ayetlerimiz, yani Allah'ın nazil bolgan dini ahkamlar ve röşen deliller, yani mucizeler bilen Fir'önge ve onun kavminin çoğunlarga peygamber kılıp evettik. Ular Fir'önning buyruğuna boysundi. Fir'önning buyruğu to'g'ri emas edi. Xo'sh. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ويا قوم لا تحملنكم عداوتي وبغضي وفراق الدين الذي أنا عليه على العناد والإصرار على ما أنتم عليه من الكفر بالله فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من الهلاك وما قوم لوط وما حل بهم من العذاب ببعيدين عنكم لا في الدار ولا في الزمان. Ey halkım, ey kavim qarindaşlarım, sizlarni bana karşılaşış, mening g'azab keltirish ve men uning ustida bo'lgan ve dindan ayrilish. Ki men uning ustida bo'lgan dindan ayrılıp ketish, yani inatlik ve ısrar ustidagi dindan ayrilish, ining ustida bisli bo'lgan Allah kafirlikdan iborat. Mushu narsa ustiga davomlashishning o'zi qo'ymasin, sizlarni meningki dushman bilan qarshi chiqish, menga g'azabni keltirish, va dindagi piroqlik, dindan ayrilish ki men uni ustida bo'lgan. Masalan bu men uni ustun bo'lgan dindan uzoqlashish, sizlarning uzoqlashishinglar, yana sizlar olsanglar bir tarsalik ve sizlar Allah'a kafir bo'lishdan iborat ening ustida hozir sil bo'layotgan mushu batıl aqid ustida ching turib olishdan iborat. Mushundagi ahvol sizlarga mening bir xil g'azab
bir adavetimni qo'zg'ab, mushtunga zo'rlab qo'ymasin. Agar u vaqtda aşını zo'rlab qolib qolsa, men bilan yana qarshilashga, men bilan o'chakishga sabab bo'lib qolib qolsa, u vaqtda Nuh qavmiga yetadigan azobning o'xshi sizlarga yetadi. Yoki Hud qavmi, ya Salih qavmiga halokatdan iborat yetgan narsaning o'xshi sizlarga yetadi. Ammo sizlarni bu ish, bu xil nima adovat, bu xil g'azab sizlarni buni zo'rlab qo'ymasin. Lut qavmiga tushgan narsa, ya'ni Lut qavmi va Lut qavmiga tushgan azobni o'zi sizlardan makon jihatimi va zaman jihatimi uzoq emas. Sizlarga tushaverdi. Aşağıdan ibret elanglar. Lut qavmidan mana shu dars elanglar. Va mushlar tushgan bu damar, bu halak, bu vayronchilikdan shu ibrat elanglar. واطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم ثم ارجعوا إلى طاعته واستمروا عليها إن ربي رحيم كثير المودة والمحبة لمن تاب إليه وأناب يرحمه ويقبل توبته. وفي الآية إثبات صفة الرحمة والمودة لله تعالى كما يليق به سبحانه. Parverdigarыңlardan günahının keçirmişini talep kılыңlar. Andın parverdigarыңlarga boysunuşqa qaytыңlar, boysununglar. Yani o itaat sizde davamlı itaat kılın. Çokum parverdigarım bolsa, nait yaxşı görüşü, özü tövbe kılgan ve qaytkan kişinin üzünçü nait bek yaxşı görüdügan, nait bek suyumlik, merhametlik zattır. U kishiga o'zi qaytgan tövbe qilgan kishiga bu parvardigorim mehribonlik qiladi va uning tövbesini qabul qiladi. Oyat karimda rahmat va mawaddatning Alloh taologa o'ziga loyiq bo'lgan ravishda mushu rahmat va mawaddatga sifatning isbot va bu rahmat va mawaddatga sifat Alloh taoloning sifati ekan deganga bir delil var. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإننا لنراك فينا ضعيفا لست من الكبراء ولا من الرؤساء ولولا مراعاة عشيرتك لقتلناك رجما بالحجارة وكان رهطه من أهل ملتهم وَلَيْسَ لَكَ قَدْرٌ وَاحْتِرَامٌ فِي نُفُوسِنَا. Bu Şuayb Aleyhisselam halk şuna diyor ki, ey Şuayb, sen de vatkan narsanın cehlerini biz düşünmedik, düşünmevatimiz. Çünkü biz sana aramızda naiti akli, naiti kaltipem, aciz, onun aldı kendisi öğlenci yok. Onun tuzuk bir adamları yok da bunda koylayınız. Sen bizim çoğunla valla bir rehberliğe katardım emez. Eğer senin uruktuqqanlarının ki sana köngül bölüş bulmagan bolsa da Allah'ın burun biz seni çalmak isak tüketken bolattık. Dedi de ve bu buldu o Şuayb Aleyhisselam'ın guruhları nemeden min ehli milletihim. Şu rahtininki milletinin ehlinden buldu öz içinden. وَلَيْسَ لَكَ قَدْرٌ مُحْتِرَامٍ فِي نُفُوسٍ. Senin için bizde hiç qanday bir qadr qimmatın yok. Senin bizim nazarimizda hiç qanday qadr qimmatsiz odamsan. قَالَ يَا قَوْمِ أَعَشِيرَتِي أَعَزُّ وَأَكْرَمُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَنَبَذْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ فَجَعَلْتُمُوهُ خَلْفَ ظُهُورِكُمْ لَا تَأْتَمِرُونَ بِهِ وَلَا تَنْتَهُونَ بِنَهْيِهِ إِنَّ رَبِّي
بما تعملون محيط لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة وسيجازيكم عليها عاجلا وآجلا. Şuayb Aleyhisselam dedi ki, ey halkım, ey kavimdaşlarım, menin urf tuqqanlarım sizlarga Allah'tan muşundak izzetli garap, Allah'tan muşundak hürmetsiz avarak, şundak bir heyvetli garaq mı? Sizlar Parvardigarning buyrug'ini cho'rib tashlaysizlar. U buyrug'ni orqangizga aytyapsizlar. Onu demak Parvardigarning buyrug'ini oldinga qo'ymay, keyningda qilib qo'ysizlar, keyni qilib qo'ysizlar, ikkinchi, uchinchi planda qilib qo'ysizlar. Yoki nazardan saqit qilib, uni keyningga qo'yib qo'ysizlar. U buyruqqa, o buyruqlarni hech qanday buyurilmaysizlar. Va u Parvardigarning cheklimisi bilan cheklanmaysizlar. Demak, Parvardigarimning avomir va navohirga pisand qilmaysizlar. Ish shundaqmi? Cho'qim mening Rabbim bo'lsa, sizlar qilishning hammasidan xabardor. Hargiz qondiramaysilar Parvardigarimni yoki Parvardigarimni go'llamaysizlar. Sizlarga sizlarning ichki shundan bo'lgan har qanday narsa, hatto zarra miqdori narsa maxfiy emas. Hammasi Parvardigarimga ayon. Parvardigarim sizlarga shu amallaringni qarta mayli hozir bo'lsin, mayli keyin bo'lsin, uningga naq uning jazo va mukofotini berdi. Va ya qavmi amalu kullama tastati'una ala tariqatikum va halatikum. Inni amilun musabirun ala tariqati وما وهبني ربي من دعوتكم إلى التوحيد سوف تعلمون من منا يأتيه عذاب يذله ومن منا كاذب في قوله أنا أم أنتم وانتظروا ما سيحل بكم إني معكم من المنتظرين وهذا تحديد شديد لهم. أي خلقم sizlar o'zingning mush holatinglarda, mush yo'lingda davom qilaveringlar. Siz qo'lingizdan kelgan ishlarning hammani qilib, mush holating bilan manaveringlar. Cho'qim menmu o'z holatim bilan, o'z minishim bilan manaveray. Sizlarning yo'linglar sizlarga bo'lsin, mening manga bo'lsin. Manga Parvardigarim so'qgan narsa sizlarni tavhidga da'vat qilishni iborat. Parvardigarim menga hiba qilgan narsa yaqinni bilasizlar. Inni amilun musabirun ala tariqati. Chuqum men o'z ishimni qilaveray. Men o'z yo'limda manaveray. Sabr qiluvchi bo'lib manaveray o'z yo'limda. Va ma vahabani. Ya'ni chuqum men bo'lsin va bir narsaning ustida. Va ma nimaga aytdi bu? Ala tariqi aytdi. Va bir narsa ustida manaveray. Shu ustida sabr qiluvchi bo'lib davomlashaveray. Ki so'qildi manga mening Parvardigarim. Ay so'qgan hadiya qilgan narsa ustida men davomlashaveray. Ya'ni da'vat ishimni to'xtatmay davomliq olg'a ilgirilgan holda manaveray. U narsa nimadanki min da'vatikum va madim bayon. U Parvardigarim menga so'qgan narsa sizlarni tavhidga da'vat qilishdan iborat. So'qgan Rabbim menga hiba qilgan narsaning ustida davomliq olg'a ilgirilgan holda, sabr qilgan holda olg'a manaveray. Sizlarmi o'zinglarning beshinglar kelgan yo'lingizda manaveringlar. Sawfa ta'lamuna man minna ya'tihi azabun yuzillu. Pat fursatda bilib qolsizlar. Kim bizning ichimizdan uningga xorquvchi azob kim ekanligini bilib qolsizlar. Manaveringlar. Mushbinch masanlar cehennem kadar yolunu uçuk. Ben öz yolum bana veray. Ama ben yolumda davetimi to'xtatmayman. Ve kim bizning ichidan o'zsizda yolg'onchi, uni pat fursat bilib qolsa. Kim qaqshatquch, xorluqchi azob keladi bizdan.
ve kim yolgancı yüzünsüz ekan patikini bilip kalsınlar. Memmu yok silimi. Şuayb Aleyhisselam tahdid karakterlik nasihat kıldı kavmiga. Kütünglar. Sizlarga tushadigan oqibat, yomon oqibat va uning vabolini kutinglar. Cho'qim memmu sizlar bilan kutishlarni qatardim. Mana tushadiganni sizlar kutinglar. Sizlarga tushadigan oqibatni, halokni, vayronchilikni men kutay. وهذا تهديد شديد لهم. Bu olsa o Şuayb Aleyhisselam tarafından kavim için bugün qattiq bir nima tahdid. ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب نجينا رسولنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة من السماء فأهلكتهم فأصبحوا في ديارهم باركين على ركبهم ميتين لا حراك بهم. Bizim buyruğumuz, yani bizim halak kılış koğan buyruğumuz kilividi kimge? Şuayb Aleyhisselam'ın kavmige bizden halak kılış koğan buyruğumuz kilividi. Biz peygamber evetken bizim peygamberimiz Şuayb Aleyhisselam ve Şuayb Aleyhisselam'la birlikte oğan bu bir top Müslümanlarını özü kutkuz olduk. Özümüzdeki bir lütfu ilahi ve rahmetimiz bilen. Hem bu özüge zulüm kan bu zalim bedbahtlarını bir xil osmandan bir avaz bunu tuttu ki bu avaz bunu qanday qildi? Naiti silkivatdi bunu. Naiti tavirtib titirtivatdi bu avaz. O avaz qattiq avaz ularni yo'q qildi, halak qildi. Bular özünün bu öy makan bu qoralarcha şu tizce düm yatkan halda öldü bular. Hemmisi özünün bu öy makallarda hiç bundan midirmaylamla hemmisi cambadi. Öldümüş avazdı. Keellem yuqimu fi diyarihim vakta minel avqat. Ala bu'dan limedyene. İz ehlekallahu إذ أهلكها الله وأخزاها كما بعدت ثمود فقد اشتركت هاتان القبيلتان في البعد والهلاك. Bula hiç qandaq bir vaqtda özlerinin bu öy makan qorolarda ultumğanda qılvatda bu asmandan kelgan naati yer zimini titirib taşıdığan bu yangraq, jaranlıq, şiddetlik avaz ulanı çok hiç qandaq bir vaqtda bu öy makallarda yaşmaganda hili qılvatdı. Medyen ailesiga halakat olsun. Çünkü Allah ularni halak kıldı ve rasva kıldı. Qandaki Samud ailesini, Samud kavmini halak kılgandak. Çokum bu Medyen halkılan Samud halkı bu iki Samud kabilesiyle Medyen bu iki kabile nimede bu nimede jiraklıkta mesela alık mesafede ve halaket oluşta okşaş. Demek bu Medyen ahalisi bununla Allah'ın halaketi olsun. Qandaki Samud halkımı halak olgandak. Demek ikisininki yaki zamandaki vaktimi çok fark etmeydi. İkisi ortak. Bil bu'di vel halak. Zamandaki yaki zimindeki fark mesafe uzak yaki mesafemi o'xshib qiladi. Buluq tushgan vayronchilik, damar, halokatni o'xshib qoladi. Bu üç kabile bu'd vel halakda Allah'ın rahmetinden çok uzaklaşışta ve halakatçilikte ikisi ortak oldu. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِأَدِلَّتِنَا عَلَى تَوْحِيدِنَا وَحُجَّةٍ تُبَيِّنُ لِمَنْ عَايَنَهَا وَتَأَمَّلَهَا بِقَلْبٍ صحيح أنها تدل على وحدانية الله وكذب كل من ادعى الربوبية دونه سبحانه وتعالى.
Albatta çokum biz Musa aleyhisselamni bizning delillerimiz bilan bizning birlik barligimizga uqtirdigan nurg'un delillar bilan 9 xil delil var. Muş delillar bilan biz Musa aleyhisselamni payg'ambar qilib avatdik va hujjatlar bilan ki bayon qilib berdi, ro'shan qilib berdi bu hujjat. Ay hujjatni ko'zlan, ayanan va bayonan ko'rdigan odamga va uni aql nazarlan ya ko'rdigan va uni obdan taammul qilib tafakkur qilgan odamga sog'lom qalb, sog'lom dillan buni taammul qilgan odamga bayon qilib berdigan, ro'shanlashtirib berdigan hujjatlan biz Musa alayhissalomni avatdik, payg'ambar qilib avatdik. Chuqum bu hujjat, bu delil. Uqtirdi bu hujjat Allah subhanahu wa ta'ala'nın birlik ve barlığını uqtirdi. Ve Allah subhanahu wa ta'ala'dan başqa har qanday xudolik da'vosi qilgan Fir'ön ve Fir'ön markilikda günümüzge geçilik aldıktaki bütün xudolik davasını kılıvatkan yer şarda menden çoğun adam yok, menden küçük yok, bizim andak atom var, vodorod yadrolarımız var. Dep xudolik davasını kılıp yer şarını asnusunu kılıvatkan, xudolik davasını kılıvatkan, mana rububiyet yani xudolik davasını iddia kılıvatkan her qandaq kishininki yolg'onchi ekanligini uqtirdigan nimalan delil va hujjatlar bilan Musa alayhissalomni avatdiq Fir'ön va Fir'önninki arkanlarga, qanot quyruqlarga. أرسلنا موسى إلى فرعون وأكابر أتباعه وأشراف قومه فكفر فرعون وأمر قومه أن يتبعوه فأطاعوه وخالفوا أمر موسى وليس في أمر فرعون رشد ولا هدى وإنما هو جهل وضلال وكفر وعناد. Biz Musa Aleyhisselatü Vesselam'ı Fir'önge ve o Fir'önün katta, çoğun, egeş küçülleri, onun kanat kuyruklarına peygamber kılып avatdik. Fir'önün kavimlerinin isil zadileriga peygamber kılып avatdik. Bundan burun bir de bitkettik. Mısır halkı aslı bu Kıpti, bu Muarrab dep atıldı. Keyin Araplaştırılgan Muarrab. Yani mandaqçı aslında siyah kılınan halk. Aslı bular Kıpti halkı bu. Milleti Arap emas, keyin Araplaşkan. Bularning harflari mi başka Arap yazık emas, özünün yazık emas hazırki. Bu Arapça yazık, özünün yazık emas. Bunun asli huruglopiya dep yazık var. Yani kuşkaş, paktak, çoşkan, taşkan, o bununki uşak hayvanatlarının o bunun şekildeki bir harflendi bu. Hieroglifya yazık harfler koydu. Aslı bular şunu kullanadi. Bu keyin bular muarrab bo'lib arablaştırılgan bir xalq. Demek bu xalqning tabiati mushundaq boshliqlarga, rahbarlarga itoatman ekanda. Boshliqlari nega tassa shu yerga mangdigan. Voy turibdi. Voy mau mang'ushish yeydikan, ichidikan, yo'l yuriydikan. Bu qandaq bu xudo bo'lib qoladi bu. Bu bilan mening farqim nima deb qarshilik ko'rsatib isyon qilish nimasi yo'q. Ularda o'xshash bir onun kim demişço nimada genida u yo'q. Aşına egishib ketaverdigan bizning rahbarlarga. Shunga Alloh subhanahu taolo Musa alayhisalomni Fir'önga payg'ambar qilib atdi. Fir'önninki kattalarga va uning esil zodirga payg'ambar qilib atdi. Qag'alarga cho'disi qag'ilganmadi. Demek muşla bir oçum muş katvaşla bir avaşkasa oңşalsa qag'alları egishme tariqaliklam oңşulup hammasi o'zining minish qadimini haqqa to'g'irlab ketdi deganlik uchun Alloh subhanahu taolo burada Musaga nima qilib avatdiq dedi. Musani Fir'ön va Fir'önning qanot quyruqlariga biz payg'ambar qilib avatdiq dedi. Bu Fir'ön kafir oldu. Musa Aleyhisselam'a ona inkar kıldı. Ve biz özünün kavmine bu Fir'ön özge boysunuş buyurdu.
Bu halkımı onun projeye itaat kıldı. Bu halk olsa Musa Aleyhisselam'ın buyrukka muhalefetçilik kıldı. Karşı çıktı. Bu pir önünün işide hiç kandak bir nimi yok. Bir akılanılık yok. Valla bir toğra bir yol, röşen bir hidayet degan narsa yok. Ve çukum o bir ön olsa nimede o olsa en bilimsiz, en azgın, en kafir, en tersa, muşundak bir məxluq bu deydi. Şundak turuqluq ola özünki o bir önge itaat qilib ketdi. Bularni ayda qo'rqitib, yuraginin qepidini chiqarib deganda zulm hisoblanadi bu. Şu 3000 yıl bu xil nimene dosurup ketken bir ön hakimiyeti asıl bu bir ön 33 bir önken bola. 33 bir ön. Musa Aleyhisselam'ınki davri mi şu nimege to'g'ri kelib qoladi ekan. Ramses Sani degan. Şunu qarab to'g'ri kelib qoladi ekan. Hozirgi Akhnatun deb qo'ydi ana. Şu Ramses Sani degan bir önge to'g'ri kelgan. Ikkinchi bir önge. Xo'sh, endi oyat karimda ba'zi bir balog'iy taraflarga nazar solib o'tamiz. La yecrimennekum şikaki. Yani bunun özü la tahmilennekum işte. La tahmilennekum muadati ala terkil imani feyusibukum ma asabe kavmu Nuh bil garq, kavmu Hud bil rih, kavmu Salih bil rejbe degandek. Sizlar men bilan sizlarniki düşmanliginglar zo'rlab qo'ymasin. Sizlarni meningki man düşmanlik qilish la tahmilannakum muadati etmoqchi. La yajrimannakum degan la yahmilannakum degandek. Agar qarshi qilib qolsanglar, ash shu Hud, Salih, Nuh qavmiga o'tgan narsaligini yetadi demoqchi deydi. Ve ma kavmu Lut'un minkum bi ba'id. Yani bu zalimlerin korosu Lut Aleyhisselam'ın kavminden jirak emas. Jirak bir joyda emas. Endi qo'g'andikim bundan apala tattaidun, apala ta'tabirun, bundan ibrat olmamsizlar, bundan va'z nasihat qabul qilmamsizlar degan chiqdi-da. Qalu ya Shuayb. Qalu ya Shuayb. Bu naytib ko'z gülmügen tariqada. Ey Shuayb deb. İstila vecihsi yüzümde kut. Qalu Shuayb degan da bu. Arahti a'azzu aleykum minallah. Menenki cemaatlerim, menen leşkerlerim, menenki aldı kaynımki ölenç kulugan adamlarım sizlerge Allah'tan mu, heybetlik arak, üstün arak mu, arahti. Bir yerdeki elip bu hemze tevbih için, malamet, eyüplaş için. Hemze tevbih için. Ve ya kavmi i'malu, ve ya kavmi i'malu ala mekanetikum. Kalagun işleyenler. Hem bu çok tehdit için. Tehdit. Emir i'malu degan emir bir yerde tehdit ma'nosida keladi. Xalqini chiqib ketmanglar. O'zingning yo'lda mana yuringlar. Men o'z yo'lim mana yuray. Pat yaqinda kimning haq, kimning haq ismida ekanligini yaqinda bilsizlar. Kimga rasvo qiluvchi azob keladi, kim yolg'onchi, kim rost kelgan obdan bilsizlar. Bu nima? Tehdit. Yani i'malu ala tariqatikum demekse yo'lingda mana yuring. Xo'sh. Xo'sh, darsimizningki davomi Alloh xolsa. Onun başqa vattaxaztumuhu varaakum zihriya. Bunun da istara nimba temsiliya var. Manada.
istara temsiliye. İstara temsiliye degan mushabbahni arsiga vajh shabah umurul mutaaddattin ilmg'a bo'ladi. O vajh shabah mushabbahga o'xshashmi bir necha, mushabbahun bihga o'xshashmi bir necha. Bu xil vajh shabah umurul mutaaddattin muntaza bo'lsa, biz buni istara temsili deydik. Yuqorida jiq deyilib ketdi bu. Dersimiz inşallah başlanan kifayenimiz Allah halsa devamı et buludu ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.